safar. Tarix g'ildiragi mudom aylanar. Ne büyüklerini ko'rgan bu dünya, olam larzaga solgandi go'yo. Jahon yarmin olgan bobomiz Temur, nomi ellar ichida jaranglar mag'rur. Haqdan oldi buyuk matonat, xalqqa ko'rsatdilar hukmi adolat. Sher mulkining sultoni buyuk Navoiy, Turkiylar nazmini ko'rsatdi oliy. İsmoil Buxoriy, Ibn Sinolar, Beruniy, Yassaviy, siz huvaydolar. Bobur Mirzoyu, Mirzo Ulug'bek, millatim o'g'loni, barchasi o'zbek. Ilmu hikmatlarni yoydi jahonga, qalblar nur ziyodan to'ldi iymonga. Sanasak sog'i tuganmas ummon, nom qoldirib yashaydi hazrati inson. Ajdodlar izidan boradi avlod, o'tganlar ruhini qilib turar shod. Bugun ham o'zbekning davrug'i doston, Fazogir Solijonni tanidi jahon. Alovuddin Mansur, Habib Abdulla, Shavkat Rahmon, Mahjuri domla. Sizlar bizning faxru iftixorimiz, dilimiz to'ridagi nomus orimiz. Yana bir insonni ta'rifin etay, maqtanib uni sizga ko'zlay. Vijdonim amriga soldim men quloq, top toza tuyg'ular, sof tiniq buloq. Qilgan ishlariga bo'lib qoldim lol, do'stim so'zlab beray, sen ham quloq sol. Jalolobod osmonida porlagan quyosh, Qodirjonni onasiga men egaman bosh. Yurtining koriga yaragan inson, otangga bandi, sen asl o'g'lon. Millatning dardiga darmon bo'laydi, kelajak avlodni bugun g'amin yeb, oliy maqsadlarni qo'yib oldiga, dadil qadam tashladi yurib oldinga. Moddiy va ma'naviy barkamol inson, xalqining sarboni, faxrimiz osmon. Siz qilgan ishlarni qilolmas har kim, tuhmat toshi otsalar turolmaymiz jim. Boylar ko'p-u, lekin sahiylari kam, parvoyi balagu xalq deb yemas g'am. Sizni havas qilganlar mardlardir faqat, hasad qilganlarga yetmaydi toqat. Turli bo'xtonlarni topib imkonin, hatto sotishmoqda bugun iymonin. Oliygohlar qurdingiz, oliy qasrlar, ziyon nur ulashsin necha asrlar. Avlodim ilmli, bilimli bo'lsin degan o'yingizni Alloh qo'llasin. Bir mahalla shunaqa yaxshi niyat qilgan ekanmiz, avvalo sizlarni mana shu haliga yaxshi bir duo berib qo'llaganinglar taraf bo'lyapti. Shuning uchun biz bir proyekt qilib turib, shu shahrimizga shu bir imorat quraylikki, haliga maqsadni oldimizga qo'yishdan shundan iborat bo'ldiki, birinchi shu elimizning ichidagi bor haliga muammo masalalarni bir hal qilaylik degan o'y fikr bo'ldi. Albatta bu hozir ko'rinishi ehtimol chiroyli ko'rinyapti, lekin bu juda katta mablag'ga bo'ladi. Bu Qirg'izistonda bo'layotgan Qirg'iz shahri Jalolobodni yubileyini va mana bu Qodirjon Botirov ajoyib ulkan bir insonni, mana juda katta insoniy ishini tabriklagani, biz O'zbekistondan bir guruh juda katta adiblar, shoirlar, yozuvchilar keldik. Biz faqat o'zbek intelligensiyasi nomidangina emas, sizlarni tabriklash uchun bu ulug' ish bilan Markaziy Osiyo madaniyati assambleyasi tuzilgan. Bu assambleyani prezidenti etib Qirg'iz xalqini buyuk farzandi
Chingiz To'raqulevich Aytmatov bizga prezident bo'lib saylangan. Va men u kishini birinchi muavini, o'sha assambleyani birinchi prezidenti sifatidan kechaman Chingiz bilan gaplashdim. Chingiz shu buyuk insonni ham sizlarga shaxsan Qodirjon sizga Chingiz Aytmatovni, assambleyani, o'zbek ziyolilarini mana shu ulug' ishingiz bilan, ulug' savob ishingiz bilan tabriklagani keldim. Talantli insonlargina, buyuk insonlargina boy bo'ladi. Lekin boy ham, o'sha tadbirkorlar ham, biznesmenlar ham har xil bo'ladi. Biz bilamiz, biznesmenlar bor cho'ntagidan bir tiyin chiqarishni istamaydigan biznesmenlarni bilamiz. Ben assambleyada ham bilamiz, bizga xayriya tashkilotimiz, xayriyaga hisobiga yashaymiz. Bir tiyin bermaydigan odamlarni ham bilamiz. Endi shu ma'noda mana ham o'zbek, ham qirg'iz xalqini farzandi Qodirjon Botirovning qilgan ishi zamonaviy muhtasham sport uylari, bolalarning edi orzu o'ylari. 2000 o'ringa ega bu bino sog'lom avlod uchun ayni muddao. Davlat mulkini yeb yutganlar qancha, o'zlari qurolmay kuygan shuncha. Ezgulik bilan yovuzlik o'rtoq, yaxshining dushmani ko'pdir besanov. Turli uydirmani aytishdan avval xalq uchun ne qilding aytgin qay mahal. Kimning kimligini xalqim biladi, xalq noshukr bo'lsa haqqim biladi. Bir yurtning o'g'loni ko'karib tursa, millatning yukini ko'tarib yursa, topgan boyligini sochsa xalqiga, biz duo qilaylik uning haqqiga. Amal o'tkinchidir, o'tib ketadi. O'zini sotganlar qayga yetadi. Yuragingni qulog'i bo'lsa so'zim o'q, vijdoning bo'lmasa bu otilgan o'q. So'zlarim aqlingni peshlasin deyman. Loqaylik yomondir, g'amingni yeyman. Kimlar o'zin o'ylaydi xalqini emas, kimlar xalqni o'ylaydi o'zingni emas. Bayrona maskanlar bo'ldi koshona, bular ezgulikdan erur nishona. Qodirjonni bilmaganlar bilib qo'ysinlar, ishlarin ko'rmagan ko'rib qo'ysinlar. Qaysi bir azamat qila oladi, hammasi o'ziga bino soladi. Berganga beradi davlat xudoyim, hasadchining qalbi bo'lsin muloyim. Sahiy mardlar kelsa yurtning boshiga, baraka kiradi xalqning oshiga. G'iybat va tuhmatning umri kaltadir, o'zin o'ylagan boyning joyi yaltadir. Qodirjondek elin g'amini yemas, haqiqat uchun biror so'z demas. Do'ppingni olib bir o'ylan birodar, bizdan nima qoldi shu kunga qadar. Qani shunday insondan 5-10 ta bo'lsa, yurtimiz obod gurkirab tursa, qancha ishlar qilsa ham yurar kamtarin. Himmatingizga balli deymiz ofarin. Olam go'zal yaxshining sharofatidan, ellar mamnun sahiyning saxovatidan.